Anal jinsiy aloqada og'riqning sabablari va uni bartaraf etish usullari. Anal jinsiy aloqada og'riq turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Quyida keng tarqalgan tibbiy sabablari keltirilgan. 1. Tabiiy torlik. Anal sfinkter mushaklari asosan chiqindilarni nazorat qilish uchun ishlaydi va jinsiy aloqa uchun moslashmagan bo'ladi. Mushaklar yetarli darajada bo'shashmasa, og'riq yuzaga keladi. Yechim: sekin va ehtiyotkorlik bilan boshlash. Mushaklarni bo'shashtirish uchun qulay muhit yaratish. 2. Namlik yetishmasligi. Anal hududda tabiiy moylash tizimi yo'qligi sababli ishqalanish va shikastlanish yuzaga keladi. Yechim: suv asosidagi yoki silikon asosidagi lubrikantlardan foydalanish. 3. Yoriqlar va shikastlanishlar. Tezkor yoki ehtiyotsiz harakatlar anal to'qimalarining yorilishiga olib kelishi mumkin. Yechim: og'riq sezilsa darhol to'xtash. Yoriqlarni davolash uchun malhamlardan foydalanish. 4. Infeksiyalar yoki gemorroy. Anal hududdagi infeksiyalar yoki gemorroy jinsiy aloqada og'riq keltiradi. Yechim: shifokorga murojaat qilish va zarur davo choralarini ko'rish. 5. Mushaklarning haddan tashqari taranglashishi. Stress, qo'rquv yoki noto'g'ri usullar mushaklarni haddan tashqari taranglashtiradi va og'riq keltiradi. Yechim: chuqur nafas olish va mushaklarni bo'shashtirish. Sekin va ehtiyotkorlik bilan harakat qilish. 6. Togri ichakdagi muammolar. Ichki gemorroy, poliplar yoki boshqa kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Yechim: shifokor ko'rigidan o'tish va muammoni davolash. Umumiy tavsiyalar: gigiyenaga rioya qilish, qo'shimcha vositalardan foydalanish va og'riqni e'tiborsiz qoldirmaslik muhimdir. Zarurat bo'lsa, shifokorga murojaat qilishdan tortinmang.